1996-yil noyabrda Michael Jackson Sidney, Avstraliyada yana qaytadan ikkinchi marotaba turmush qurdi. Deborah Row bilan. Deborah Michael Jacksonning qariyb 10 yillik do'sti va dermatolog hamshirasi edi. Lekin Deborah Row tashqi ko'rinish jihatdan Lisa Marie Presley va Brooke Shieldsga omma tomonidan juda ham ko'p solishtiriladi. Va ko'pchilik uni Michael Jacksonga mos emas degan gaplarni aytadi. Lekin Michael Jackson bunga javoban shunchaki meni va meni oilamni tinch qo'yinglar degan ma'noda so'zlarni aytadi. Michael Jackson va Deborah Rowning birgalikda ikkita farzandlari mavjud. Prince va Paris Jackson. Ammo bu nikoh ham uzoq davom etmaydi. 1999-yilda ular ajrashishga qaror qilishadi. Va Michael Jackson Deborah Rowga $8 million va Beverly Hills nomli uy va'da qiladi, ya'ni sovg'a qiladi. Va evaziga Prince va Parisning full custody'si, ya'ni ularning butkul Michael Jackson bilan qolishi va yashash huquqlari edi. Bundan tashqari Michael Jackson ularning ajrashish shartnomasiga ko'ra Deborahga har yili qanchadir miqdorda pul berib turish kerak edi. Ammo 2003-yildan boshlab Michael Jackson buni to'xtatadi va Deborah va Michael Jackson yana sudlashishadi bolalarning vasiyligi bo'yicha va bu sudda Michael Jackson g'alaba qozonadi. Va bu nikoh Michael Jackson uchun eng oxirgisi edi. Ya'ni Michael Jackson Deborah bilan ajrashgandan so'ng toki 2009-yilda o'limiga qadar qaytib oila qurmaydi.